Hürmetlik anlıqçılar, Ustaz Muhammed Yusuf'ның Allah'ның güzel isimleri namlıq əsrini diqqətinizə sunumuz. Yaqtırıb anlığaysızlar. Tabiat. Allah Taala'nı itiraf qilishdan qaçıdığanlar tabiatga seg'inadi. Bularning səbsətisi xuddi padişahqa asilik qilib, jallatdan madad tilagan isyankarning səbsətisiga o'xshaydigan mantiqsiz səbsətidir. Tabiatmu Allah yaratgan mavjudotlar qatoridagi bir asar yoki san'atdir. San'atkorni inkor qilish uchun san'atni san'atkor devilish izohning emas, balki haqiqatni e'tirof qilishdan qochqonlikning ifodasidir. Quyosh, suv, o't, yulduz qatorliqlarga cho'qing'uchilarmi mavjudotlarning yaratilish qissasini mazkur ma'budlarga mansub qilishda tabiatga cho'qing'uchilar bilan o'xshash aqidada o'rtoq emasmi? Demak, naturalizm tabiatparastlik, budparastlikning zamonaviylashgan yangi nomidir. İnkar mavzusida yangilik yo'q. Atalg'ular o'zgargan bo'lsa-mu, budparastlarning mantiq o'lchimi o'zgargani yo'q. Ateizmchilarning qadimdan hozirgacha deydigan o'rtaq so'zi yo'qdan iboratdir. Yo'q, ularning unvonidir. Yo'qlar bilan biror shay vujudga kelmaydi. Ming yo'q bir barni yo'q etolmaydi. Ammo bir bar minglarcha yo'qlarni paydo qila oladi. Mantiqning asosli qonuniyatlarining soyasida aql shundoq hukm qiladi-ki, dunyoda har qanday bir san'atning biror san'atkori bor. Hech qanday san'at o'zini o'zi yarata olmaydi. Asar avtorini, rasm rassomni, ustal yog'ochchini yarata olmaydi. Aksicha bular o'z ijodkorlarini namoyon qiladi. Koinotdagi har bir mavjudot mukammal bir san'atdir. Bu san'atlar inson toqatidan yuqori bo'lgan cheksiz ilm, hikmat va qudrat bilan yaratilgan. Bu san'atlar o'zlaridagi mukammallik, intizomchanlik va go'zalliklar bilan o'zlarining san'atkorini har vaqt namoyon qilib turmoqda. Kainat dunyoda bor bo'lib turayotgan mavjudotlar demakdir. Tabiat mavjudotlarning tabiiy ko'rinishi. Aniqroq qilib aytganda, koinotning ikkinchi ismidir. Buningga asosan koinotni tabiat yaratgan deyish bilan koinot o'zini o'zi yaratgan deyishning o'rtasida hech qanday farq yo'qdir. Ya'ni yoki ular yaratquchisiz yaratilganmi, yoki ular yaratquchilarmi, yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi? Balki ular Allohning birligiga ishonmaydi. Tuproqqa ko'milgan urug'cha tuproq, havo, suv va o'g'itdan iborat 4 modda bilan uchrashidir. Bu moddalarning hammasi aql idrokdan mahrum. Bilmaydigan, ko'rmaydigan va anglamaydigan urug'ni tonimaganning ustiga o'zlarini tonimaydigan jonsiz va ojiz moddalardir. Urug'mu aql idroksizlik va boshqa sifatlarda bular bilan o'xshashdir. Ammo bu urug'dan unib yetishib chiqadigan o'simliklar ko'zni qamashtiradigan, aqlni hayronlikda qoldiradigan eng mukammal va go'zal bir san'atdir. O'simliklar, ziroatlar, meyveler va o't yoshlar yuqorqi 4 xil moddaning o'zida bo'lmagan shakl, hajm, tam, rang va puroqlar bilan yaratiladi. Ayni vaqtda bularning hech biri yana biriga o'xshamaydigan, nuqsonsiz yetishib chiqadi. Agar shaylarni tabiat yaratgan degan da'vo rost bo'ladigan bo'lsa, aql idroksiz va ilm hikmatsiz tabiat bularni qandoq maydonga chiqara oladi? Tabiatparastlar buni qandoq tushundira oladi ekan? Koinotdagi har bir mavjudot eng mukammal
ve en güzel şekilde yaratılgan. Biz insanlar köpünçü vakitlarda ularga dikkat qilib qo'ymaymiz. O'ylaymizki, her narsaning bundaq mukammal shaklda yaratilishi hech qanday hayron qolarlik ish emas. Balki bu shundoq tabiiy qonuniyat. Ammo ba'zi vaqtlarda ahvol biz kutgandek bo'lmay qolsa, biz uni ajoyib ahvol deb sanab elib, ajablanib ketamiz. Masalan, ikki boshliq bir buvoq dunyoga kelsa, televiziya, gazet, jurnallar va boshqa taratquv vositalari barcha diqqatini bu masalaga bag'ishlaydi. Tibbiy mutaxassislar bu hodisa haqida fikr mulohizalarini bayon qilishadi. Odamlar bu kamtuk tug'ilgan buvoqqa hayronlik bilan qaraydi. Ammo ular o'zlarining onalarining qo'rsoqlarida qanchilgan ko'p va murakkab ishlamlarning natijasida bundaq sog'lom va bejirim tug'ilganliklarini ko'rmaydi va o'ylamaydi. Ajablanishga tegishli biror ish bo'ladigan bo'lsa, u dal millionlagan yillar mobaynida bu mukammal qonuniyatning qandoq davom qilib kelganligidir. Alloh taolaning ism-sifatlari. Alloh taolo bandalarga o'zining yakki yegona iloh ekanligini bildirish bilan birga o'zini eng go'zal ismlari va eng esil sifatlari bilan tanishtirgan. Alloh taolaning ism-sifatlari Qur'oni Karimda kelgan yoki Payg'ambar alayhisalom sahih hadislarda bayon qilgan ism-sifatlardir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Allohning go'zal ismlari bor. Şuna sizler Allah'ni şu isimler bilen çağırınlar. Peygamber aleyhisselam Allah'ın 99 ismi var. Kimi ki ularını sanısa cennetke kirdu dep görsetken. Allah Teala'nın isim süpetleri 99 bilen çeklenip kalamdı. Ölümalar bu hakta mundaktaydı. Bu hadis Allah Teala'nın isim süpetlerinin 99 bilen çeklenip kalıdığanlıqını ifadelemaydı. Belki İbn Mesud raziyallahu anhu rivayet kılgan bir sahih hadiste Peygamber aleyhisselamның mundaq deb dua kılganlıqı bayan kılıngan. Ey Allah! Özün şundaq atıgan yoki kitabın arkalık düşürgen yoki bendilerimden birersiga bildirgen yoki hiç kimge bildirmey öz dergahimdeki g'ayiblar qatorida saqlagan barcha ismlaringni vasita qilib sendin Qur'onni ko'nglimning bahori, qalbimning nuri, qayg'ularimni yo'q qilg'uchi va andishlarimni ketkizgichi qilishingni tilayman. Yana qiyomat kunidagi shafaat to'g'riliq kelgan hadisda Payg'ambar alayhisalomning ondan Allah menga ilhom qilib ilgiri hech qanday bandaga bildirmagan madihalarni va eng yaxshi hamdu sanoni uyutudu deganligi bayon qilingan. Bu hadislardan ma'lumki Alloh taolo ba'zi ismlar bilan o'zini atagan, ba'zi ismlarini Qur'oni Karimda nozil qilgan bo'lib, ba'zi ulamolar Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi ism sifatlarini 81 deb qaragan. Allah Teala yani bazı isimlerini peygamberlergila yoki farishtalarga bildirgan. Yani nurg'un isim sifatlarini bandalarga bildirmay o'z dargohida saqlagan. Chunki Alloh Teala her tarafdan mukammal va tangdoshsiz ilohdir. Zahat. 1. İmam Ahmed rivayeti. 2. Sahih Buxoriy 7410 hadis. Sahih Muslim 193 hadis. Barcha güzellik ve isillik, cimi ulug'liq, barliq kuch-qudrat ve cheksiz ilm hikmet uningga xosdir. Uning ulug' ismlarini ve güzel sifatlarini sanab bo'lish mumkin emas. Peygamber aleyhisselam alohida bayon qilgan mazkur 99 ism sifatning muayyan xususiyatlari bor bo'lib, şu xususiyatlarning biri shuki, xuddi Peygamber aleyhisselam aytgandek
ularni sanigan odam jannatga kirdi. Yuqorqilardan tövendikidek xulos chiqdi. Alloh taolaning ism sifatlari ko'pdir. Aytqinki, Rabbimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyah bo'lgan, biz yana shunchalik dengiz suyini siyah qilib keltirgan taqdirdimi, Rabbimning so'zlari tugmay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Allohning so'zlarini yezish uchun agar yer yuzidagi dal-daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz okean siyah bo'lgan, uningga yana 7 dengiz okean qo'shilgan taqdirdimi, qalamlar sunib, siyahlar qurib tugaydi. Allohning so'zlari hargiz tugmaydi. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Zahat Allama Salman Avdaning nomli asri 34-35 batlari. 2. Kahf surasi 109-oyat. Bu va buningdan boshqa ko'plagan oyatlar Alloh taolaning ilm hikmatiga, qudratiga va cheksiz rahim shafqatiga dalolat qiladigan so'zlarni va Alloh taolaga aytiladigan madhiyalarni yezib tugatkili bo'lmaydiganligini ifodalaydi. Alloh taolaning ism sifatlari Qur'on va hadis dalillari bilan bekitilgan bo'lib, Alloh taolani ashu ism sifatlar bilan atash va duo qilganda shularni vasila qilish lozim. Hech kimning Alloh taologa o'zi xohlagancha ism sifat belgilash va Alloh taolani o'zi xohlagancha atash haqqi yo'qdir. Alloh taolaning Allah Ar-Rahman degan ismlari bilan boshqalarni atashga bo'lmaydi. Shunga Alloh taolaning bu ismlar bilan ism qo'ymoqchi bo'lganlar oldiga Abdu degan so'zni qo'shib Abdullah, Abdurrahman deganga o'xshash qo'yish kerak. Alloh taolaning ism sifatlarini bilishning zarurligi. Alloh taolaning ism sifatlarini bilish Alloh taolani bilganlikdir. Alloh taolaning ism sifatlari Alloh taolani tonish va bilishning yo'llaridan biridir. Chunki san'atkorning ba'zi sifatlarini va mahoratini ko'rsatib berdi deydigan ahli qoida bor. Biz bu qoidani tatbiqlab ko'rganimizda tovandikilarni bilalaymiz. San'atdagi o'yimchanlik san'atkorning hikmatlik ish qiladiganligini, san'atdagi go'zallik san'atkorning go'zalliklarni yaratishga qodir ekanligini, san'atdagi o'zgachilik san'atkorning xolig'ini qilishga yetarlik iroda, ilm va kuch-quvvatga ega ekanligini ko'rsatadi va hokazolar. Ahvol bundoqkan, har qanday aql egisi koinot va uningdagi barcha shaylar ustida tafakkur qiladigan bo'lsa, albatta bularning yaratquchisi va idora qilguvchisi bo'lgan zot Alloh taolaning hikmatlik ish qilguvchi, hammaga qodir, hammani bilguchi, xohlaganni yaratquchi, hammani parvish qilguvchi ulug' zot ekanligini bilalaydi. Masalan, bir avtomobil to'g'riliq fikr yurgizganimizda avtomobilning qurilmasi, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarlik materialga va uni munosib shaklda qurashtirib, avtomobil qiladigan hunarga ega ekanligidan iborat sifatini ko'rsatadi. Avtomobilning aynaklari, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarlik aynaklarga va aynaklarni avtomobilning modasiga munosib shaklda kesalaydigan hunarga ega ekanligini ko'rsatadi. Avtomobildagi butun zapchaslar avtomobilni yasagan injenerning bu zapchaslarni o'z o'rinlariga o'rinlashtira oladigan hunar va tajribaga ega ekanligini ko'rsatadi. Buningdan boshqa avtomobilning motoridan boshlab uning chiroqlarigacha bo'lgan har bir parchasi, rangi va modasi uni yasagan injenerning mahirligi, ustunligi va boshqa ko'plagan sifatlarini ko'rsatadi. Biz bu oddiy bir avtomobil to'g'riliq fikr yurgizish orqali
uni yasagan injenerning ba'zi sifatlarini bilib olganimizga o'xshash Allah Taala'nın kainatdagi mahluqatlari va go'zal san'atlari ustida fikr yurgizish orqali Allah Taala'nın ba'zi sifatlarini toniy olamiz. Masalan, Allah Taala'nın yaratgan shaylaridagi intayin mukammal o'rinlashtirilgan ajoyib ishlardan birarsini bayqaganimizda Allah'ның hikmet bilan ish qiladiganligidan iborat sifatini toniy olamiz. Quyosh, oy, zimin va ulardan boshqa sayyoralarning harakat sistemasidagi mukammal qonuniyatni bilginimizda Allah Taala'nın her şeyini şundak mükemmel yaratish ve bekitishni biladigan hammaga qodir ekanligidan iborat sifatini toniy olamiz. Kainatdagi Allah Taala bekitgan nizam ve sistemalarning nuqsonsiz davom qilayotganligi ustida fikr yurgizganimizda Allah Taala'nın hamisha tirik bo'lguchi va hammani idora qilib turguchi ve barcha kamchiliklardan pok ekanligidan iborat sifatlarini toniy olamiz. Allah Taala'nın dualarını ijobat qilgani, hatto qurg'oqchilikdan suv tilash, istisqa namozi o'qib, Allah Taala'dan suv tilganlarga yomg'ir yog'dirib berganidan uning har qanday duo va munojatlarni anglab turadiganligidan iborat sifatini toniy olamiz. Tabiatning odamni hayron qoldirarlik go'zal manzarasini ko'rgunimizda Allah Taala'nın shaylarini xohlagancha har xil go'zal shakllarda yaratishga qodir ekanligidan iborat sifatini toniy olamiz. Hayotimizda birer yoki ko'p qitim o'limning tumshug'iga kelib qolganimizda, uningdan aman qolganimizni o'ylaganimizda Allah Taala'nın xavf-xatarlardan saqlag'uchi ekanligidan iborat sifatini toniy olamiz. Hech qanday kasallik tortmasdan yoki biror voqeaga uchirmasdan yotgan yerdala o'lib ketgan birovni ko'rgunimizda Allah Taala'nın o'ltirishga qodir ekanligidan iborat sifatini toniy olamiz. Allah Taala'nın qurg'oqchilikdan o'lgan zaminni yomg'ir bilan qayta yashartib tirildirganini ko'rgunimizda uning o'liklarni tirildiroladiganligidan iborat sifatini toniy olamiz. Demak, biz koinotdagi har bir mahluqot ustida fikr yurgizgunimizda Allah Taala'nın ko'plagan oliy sifatlarini toniy olamiz. Allah Taala mundaq deydi: Yani shaksizki osmonlarda va zaminda müminler üçün Allah'ın kudretiga dalalet qiladigan nurg'un dalillar var. Sizlarning yaratilishinglarda va Allah zaminda tarqitib etgan jonliqlarda Allah'a ishonadigan qavm üçün nurg'un dalillar var. Kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah'ның osmondan hayotlikning manbasi bo'lgan yomg'irni yog'dirib, qurg'oqchilikdan o'lgan zaminni uning bilan tirildirishida va shamollarning yo'nalishini o'zgartib turishida aqlni ishlatadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Ey payg'ambar, ana shular Allohning oyatlaridir. Uni sana haqiqati bilan o'qib beryapmiz. Ular Allohga va uning oyatlariga ishonmay, qanday so'zga ishonadigandu? Allama Abdurrahman Saidi mundaq degan: Her bir odamning imoni uning Allohni tonishiga qarab bo'ladi. Allohni qanchalik obdan tonisa, uning imoni ziyoda bo'ladi. Uning Allohni tonishi qanchalik kam bo'lsa, imonimi shunchalik kam bo'ladi. İmanni kuchlantirishning eng yaqin yo'li Allohning Qur'ondagi ism sifatlarini obdan tafakkur qilib o'rganishdir. Demak, har qanday odamning imonining darajasi uning Alloh taoloni tonishiga qarab bo'ladi. Alloh taoloni qanchalik yaxshi va mukammal tonigan odamning imoni shunchalik kuchli bo'lganning sirtida uning ixlosi, muhabbati va ibodatlari mukammal bo'ladi. Izohat 1. Jasiya surasi 3.
36 oyatlar. 2. 1 tom 24 bet. Mikrofon oldida Qaraxon.